programma asosiyatni qo'zg'alib bo'ldi deb qaradim. Hamma ko'pdan ko'proq. Salam qarindoshlar. İpek Yolu Sadası programması 2014-yilda yo'l qo'yilgan. Yo'l qo'yilgandan boshlab yeningda menba deb turayotgan shu Abdullah inimdek ve Abdullah'dek qarindoshlarım meni intayin ma'naviy jihatda qo'llab keldi. Hozirgacha men Abdullah muşu çırağını yoğurtup yürüvatkan varis muşu çıraqçı. Üçümüzde kaldık. Kolunu kol tutuşup gidivatkan. Başkalar almışıp durdu. Ustazlar almışıp gitti. Hizmetçiler almışıp durdu. Lekin muş üçümüz izcil muş işini kıp gidivatımız. Şuna aldı bilen muşu yenindi menba deb turayotgan qarindoshim Abdullah Abdurayimga chin yuragimdan rahmat aytaman. Perde ağıstı ün-tinsiz jafo chekib kelayotgan varis qarindoshimga chin ko'nglimdan rahmatimni bildiraman. Yana shu ustida ishladi o'yini. Mana shundan beri biz İpek Yolu Sadası Marks'i aslında ancha-muncha chiqib kelyapmiz. Bu jarayonda biz faqat nima qildik degan vaqtda to'g'ri shirkatda ko'rgilik rol o'ynab berdik. Iqtisodiy qanotni ma'naviy qanotga uzab berdik. İqtisodiy jihatda mana bugungi mushada o'tgan Nur doktor qatorliq iqtisod sipida bu sistemini en mükemmel turg'izayotgan iqtisodshunoslar bizni intayin qattiq qo'llab berdi. Boya chaqchaq bo'ldi. Mush programmalarga xarida bo'ldi, xarida chiqdi. Xaridaring bo'lmasa zibolig'ing ne kerak debgan. Mushul bo'lmagan bo'lsa bizning zibolig'imiz qoyillikdi. Yaman ters, bek ters. Muşu bir mezgil bizning iqtisodimiz uzilib ketib qoldi. Mashina mukofot beramiz deb mashina mukofotini kerak susab qolgan, ustozlarning haqqini bermagan, mushunda avvallar bizning oldimizda bo'ldi. Bu nima degan vaqtda hamma ish ravon bo'lmaydi ekan qarindoshlar. Bayanqi to'xtam tuzishlar balkim ya ras to'xtam tuzilgan bo'lishi mumkin va yoki sal ko'ptirib o'tgan bo'lishi mumkin. Lekin dardimizni o'zimiz bilamiz. Dardimizni o'zimiz bilamiz. Chunki rasl degan vaqtda bizmo madaniyat korxonasi. İpek Yolu Sadası programması bizningki konu markamiz ve konu mahsulotimiz bo'lgan bo'lsa, bu qitimki G'azalxon programmamiz bizning yangi mahsulotimiz. Yangi tür, bugungi biz yangi tür e'lon qilish yig'ini desak bo'ldi. Ma bizning riyosatchilarimiz Nijat Veli Yaqub, Mehmetcan Ruhsayed, Nadire, Dilraba, Mahmudjon qatorliq 5 riyosatchimiz bu qitim o'z iqtidorini mushu sahnimiz orqali ifodalaydi. Undan boshqa eliqi mana bu Mevlan Memtimen, Adile Sidiq, Kamil Celil, Hazretleri qatorliq bizning san'atkorlarimiz mushu sahnimizda parvoz qildi. Bir gapni qilay, G'azalxon programmasi yoshlarning programmasi. Bu programma yaşlık çıkı bilen, şikayet bilen çokum en yaxşı halet çıkıdı deb qaraymiz. Biz bu qitim qarindoshim Abdullah Abdurayimni, Xalmurat Umarni, bu ikki qarindoshimizni mush programmaga alayda tekliflik riyosetchi qatori teklif qildik.
bu iş kendisinde kızgın karşı alıma. Kana aylıkı kağına. Bu sanatkarlığınki ismini bir-birlep atsak nurgu vaqt ketidi. Muşu resimde ba ve yok. Sanatkarlarımızınki Yipek yoluga münasebetlik bolsunlar. Biz muşu sahnimizde bularni yürükümüz bilen teklif qilamiz. Yürükümüzge destek tutib, bu sahnimizni nurlandırışını chin dilimizden ümit qilamiz. Endi mening kelim sal qurishga başladı. Bana bir ikki darslik gül bersanglar men sahnimdan tushib qolay. Bugünkü riyasetçilerden Dilraba Ademmo yeni bir riyasetçimizin kep kalamay kaldı. Şuna ben şulağımı vakaltı azırak söz kılgan bolup kaldım. Men üçün mendek bir sahne yüzün tüzügüm körüp bakmagan adam üçün. Lekin siz do'ying yuzni yaxshi ko'ryapsiz. Eng yaxshi ko'rimli programma. Bu xil sahneye çıkıp bu programıga teklif kılınışı men üçün hakikaten bir düştep qarashqı boldu. Ben kichikimdan tatiplan bir artist olsam, bir çolpan bolup baksam deydigan arzu ümitler bar edi. Qana oldu ki? Bolup baksam bilishim mümkün. Keyin uydagilar sen ya doktor olsa ya advokat bolsan, yoki ma'lum bolsan deb bu tarbiyalaganda meni. Shuni bilan men uydagilar uchun men yaxshi o'qishim kerak ekan deb o'qigan bo'ldim. Azroq ta'lim bilan uydagilarga demay turib o'g'irliqcha ishga to'liqdan Shanxayga o'g'irliqcha kichik vaqtlarimda imtihon belgilab berib, Shanxay yo'shaniki aktyorlikqa o'tib kelib dramaga o'qigan bo'ldim. O'qish jarayonida izchil uydagilarning menga bergan eng yaxshi madadlar bo'lsa, sen artist bo'lolmaysan. Sening mijoz xaraktering tushmaydi, sening bu taqdir qo'mi tushmaydi deb izchil shunday deb keladi. Siz asli cho'nglarga Mikro'ga paylar rolag'in artist bo'lmagan qizni qo'yib bergan bo'lsangiz, ularni bu ideyasidan o'zgartirayapsiz. Balkim shuni unutilib qolgan bo'lsam, Javob beryapti ki. Qoyil qilish kerak. Shuning bilan Şuna olan gerçi şunda can tikip terişip okusam mı mektepte okuş bitigandan keyin naqshto'lay desam, men ama uzun yillik burun yallig'im bor. Şinjandan ichkiriga berib okusam, ko'pincha ashula muhit masashamay reaksiya qilib qolgan bo'ydi. Ama rol olay desam, yaxshi bir fursatlar kelmadi. Usul o'ynay desam, taqdirim tushmaydi. Shunga bu qanday qilaman deb 1-2 yil tirkishib baqqan bo'ldim. Eng oxirida yanlar bo'ldi, men jinimni baqay deb jinimni sabrga atılıp ketdim. yaxshi deb bo'lyapsiz lekin jonda. Balkim bunday yaxshi fursatlar jon tikib, jinimizni yaxshiroq baqalaganda kildiga o'xshaydi bizning bu qatordagilarga. Nayt rahmat. Meningcha bu qitimli programma nayt erkin mana. Hozirdan tatib azdir ko'p tursa, udarlarimiz kep qag'iltiryotdi. Albatta. Bu shu riyosatchi ma'lumlarning yeteklishida men cho'qim tordoshlarim yaxshi ko'radigan turmushga yaqin chin hammalarni bir adi qo'llanchi qag'dek programma ishlab chiqarishga bir kichik kuchimni qo'shaman deb o'ylayman. Hammalarga rahmat. Rahmat. Şu asosiy qatlamda o'yin qo'yyapti. Bir qancha kun ilgari Xotanda uchrashgan vaqtimizda bir kunda 5-6 maydon o'yin qo'yayotganligini bizga uchirmagan. Aramızda nurg'un san'atkorlarimiz bor, nurg'un do'stlarimiz bor. Balkim bir kunda 1-2 maydon o'yin bilan ham dunyodan zoriqib va yoki hayotdan o'ziniki xafalıqlarini aytib, norozi bo'layotgan shunami? Lekin mana shunday yana suyimli do'stlarimiz bor. Bir kunda 5-6 maydon o'yinni qo'yib etib, yana bizga tabrikini yo'llashdan unutib qolmaydigan. Shunlashqa mana shunday ijdohatli, tirishchan, yoshlik jasorati urg'ib turgan do'stlarimizga bir javob berib o'tgan bo'lsak. Hem şu mang ustaz bo'lib kelayotgan karxanchilar G'azalxon oshkin simonka qalamdir mi? Bugün bana talaştırış şu an yapıldığı algışaydı. Neyle aşına talışıp oynayımız da yakşı. Aldı bilan bugün shunchalik xush oldum. Boya degandek tomoshabinlar bilan bunday programmalarga qatnashmoqqa uzoq bo'libdi. Bu şu İpek yolu nurg'unlagan xalqdagi, xalq orasidagi biz hozir suyib naqshni anglayotgan nurg'un san'atkorlarimizni o'zining sakisi orqali bizga to'nutgan. Men muhtarkamniki bu programmalardan boshqa shunday nurg'un xalq orasidagi san'atkorlarning sakinlarga ochiqindan bek suyunaman. Ömrünüz uzun bo'lsin aka, teniniz salomat bo'lsin.
Mən özüm sənətlə o'tida kuyib yurayotgan bir artist. Bu naqsha bizniki mayli ko'nglimiz yerim bo'lgan vaqtida bo'lsin va yoki xushal bo'lgan vaqtimizda bo'lsin, bizga ajoyib bir huzurlarni beradi ekan. Mush bir necha kunning oldida biz bir turpanga bordik. Shu yo'l bo'yicha biz mushar o'tagan nurg'un san'atkorlarimizning naqshini anglab, xiyollarimiz 10 yilning, 20 yilning, 30 yilning oldiga ketdi. Davomli sizlarningki bizga mushundaq aslimalarni, nurg'un yaxshi bo'lgan asarlarni davomli sunishinglarni hammamiz chin dilimizdan umid qilamiz. Ondan başqa tajdorligini olgan, alayda qo'llagan korxonchilarning mu sening buningdagi kasbinglarning texmi o'ngishliq, savdolarning texmi barakatli bo'lishini chin dilimda umid qilman. Rahmat sizlarga. Rahmat. Özü güzel, sözü güzel Parizat Xani Hanım. Bugün Şinjan Paridio Sodiçaklik şirketiga cümleden Paridio arqılıq mana şu programlarımızı yaxshi ko'rib kelayotgan suyimli do'stlarimizga vakolachilarga vakolatan alayda etib kelibdi. Müzik işleydiğin ise kim söz oldu deydi arası açtama. İş qilib yaman emas ekan so'z degan gap. Yaman emas. Bazı bir kısım Abdullah akamның muzikalarımız sizin qo'lingizdan chiqdi. Bek güzel melodiyasi bilan deydi. Ko'krak ishlayapmiz. Shu jiq gap qilmaydigan, jiq ish qildigan bir xuyum bor shu. Bir çağırtırımızı yan tutaylik. Yakından bu yan bir ilan qilmoqchi bo'lgan zo'r bilan bir mush fursatni da'vatamsiz. Naqshimi yo? Naqshi zo'r bilan. Do'yin zo'r bilan tushunib qolgan. Men so'rgan ekan. Bugun shu G'azalxon programmasininki etilish murosimida yana naqsh olib keldim. Mushuni taqaslab bo'lamiki deyman. Bo'ldi. Undan sonra yeni naqshangizni bir birlikda o'zirib boqaylik. Rahmat. Marhamat. Huzuringlar bo'lsin.